Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıka Curuzi. Washington'dan sözdeyimiz bugün çislağa 2024 yıl 5. ayının 25. gün heptige. Şembe vatandaşı. Bugün sizlerge sözdeydiği leksiyalar ve muhakemedeyle koşunca. Mesela bundak bir haber geldi hazır değil. Niye signal deydi? Reuters Prezident Vladimir Putin'nin Ukrayna bilen tinchlik söhbeti ötközmekçi bolğanlığını aşkarıldı. Mavzulu haber ma'lum torbeti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Ma'lum torbeti degenim mana torbetinin ismini egizge almadı. Vatandaşım yakından biri o torbetke kirişim meni çekilinip kaldı. Sebebini bilmeymen. Şuna onun ismini aytmay, muşundaq ma'lum torbeti dep aldım. 5. ayının 24. günü Reuters agentlığı Rossiyada salayetini aşkarlaştı. Halımıgan bir nefer kişinin sözlerden nakil keltirip bunda ko'rsatdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'nın urush to'xtatish kelishimini qabul qiladiganligini bildirdi, lekin oldingi shart shuki ikki taraf hozirgi urush maydonining hozirgi holatini saqlashi kerak. Yani bu deganlik Rossiya allaqachon egallagan Ukrayna territoriyalariga ega bo'ladi. Yoki bu territoriyalarni Rossiyaning asl territoriyasiga qo'shib oladi. Shuningdan keyin ikki taraf o'rtasida urush to'xtaydi, urush to'xtatamiz. Bu xabar qaysi taraflarni cho'chishgidek, har qaysi taraflarni cho'chishgidek bir xabar bo'lib qoldi. Buni cho'chiydigan ish yo'q deb o'ylayman. Ana shu oraliqda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin yana shundoq degan edi. Oldingi shart men suhbatga qatnashaman. Tezda kelishimni imzolashga qo'shilaman. Oldingi shart hozir Rossiya armiyasi egallab turgan Ukraina zaminlari ni Rossiya egallashi kerak. Yoki Rossiyaning besib olgani hisob bo'lishi kerak. Shunda shart ostida men suhbatga qatnashishni xohlayman, ham kelishim imzolashni xohlayman degan. Bugun bu yana bir qatam o'tirg'i chiqdi hozir. Reuters agentligining xabarini angladingiz. Rossiyada o'zining salohiyatini oshkorlashni xohlamagan bir odamning oshkorlashi prezident Vladimir Putin bu qatim yana shundoq fikrni o'tirib qo'yibdi. Lekin Reutersning aytishiga qaraganda bu sal jiddiyroq o'tirib qo'yilgan fikrdek qiladi. Bu to'g'rida hozir Ukraina prezidenti Zelenskiyning nima deganligi va qanday javob qaytarganligi to'g'risida bir xabar yo'q. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi hozir yana Amerika Qo'shma Shtatlari deyli qaror qabul qilib degandek yoki siyosat belgilab Ukraynaga yani 2 milyard necha 100 million atrofida dollar yordam beradiganini e'lon qildi. Buni biz ertasiga tayyorlab kelamiz. Shundoq ahvolda Rossiya hozir bayroq chiqadi deymizmi yoki demaymizmi, aldirab ketamizmi, qo'tirtirsin. Bu to'g'rida Ukraina Zelenskiy hech narsa demadi. Agar sen besib olgan zaminlarni shart qilib, uni Rossiyaga qo'shib olishi shart qilib, Ukrayna bilan kelishim imzolayman, urush to'xtataman desang, buni Ukrayna qabul qilishi mumkinmi? Mana masala shu yerda vatandoshim. Hozir yani ikinci bir xabar Jonanxay Beijing endi kelayli. Beijing Jonanxayning ichki qismida qalaymakonchilik ko'rildi hisobda. Masalan, bu qalaymakonchilikning boshlanishi Jonanxayda boshliqlar yoki davlat rahbarlari deyilganlar va doimiy hay'at a'zolari va hay'at a'zolari deyilganlar. Ikki xil hay'at qo'ybular. Deyilganlar o'rtasida bir-biriga ishonadigan ishonch qolmadilar emas, bir-biridan gumonlanadigan bir kayfiyat jiddiy holda o'tirg'i chiqdi. Deydi o xabarda vatandaş. Buni nimasi desangiz, hozir Rais Xi Jinping Shandong o'lkasida xizmatlarni ko'zdan ko'chirib o'tibdi. Ko'zdan ko'chirish jarayonida bu xizmat guruhi Jinan shahrida bir qatim yig'in ochibdi Shandongda. Siz bundan qarab turing. Mushu yig'inga faqatla Wang Honungni qatnashtiribdi.
Van Xo'ning bu 7 daimi hay'at a'zosining biri hisoblanadi. Qolganlarni qolgan 5 kishini buningga bu yig'inga qatnashtirmagan gap. Yoki taklif qilib biz manda yig'in ochdik deb xabarmi bermagan gap. Buning o'zi hozir gap nima deb xulosa chiqaryapti xabar desangiz, Jungnan Xayda rahbarlik qatlami hozir bir-biriga ishonch tugidi, bir-biridan gumonlanadigan bir kayfiyat o'tirib chiqdi. Bu albatta sizga belgili vatandosh bir davlat rahbarlik guruhida o'zaro ishonch tugaganlik nimadan derak berdi? Buni yaxshi bilasiz vatandoshim. Suhbat jarayonida Jinanda masalan bu yig'inga Van Xo'ning qatnashdi. 5-ayning 5-kunidan 10-kunigacha Yevropani ziyorat qilish mezgilida. Masalan oldimiz dedik-ku, Rais Xi Jinping birinchi bo'lib Fransiya yana boshqa Yevropa 2-3 davlatni ziyorat qildi. O'sha mezgilda 5-ayning 5-kunidan 10-kunigacha Rais Xi Jinping Markaziy komitет Jungnan Xaydagi o'zidan boshqa 6 nafar doimiy hay'atni Beijingdan ayrilib boshqa taraflarga xizmat tekshirishga chiqishga buyruq bergan gap. Beijingda qilib qilishga bo'lmaydi degan gap vatandosh. Faqat Beijingda qilib qolgan kishi bexatarlik komitetiga mas'ul yoki siyosiy qonun komitetiga mas'ul Li Shi degan odam qilib qolgan gap. Qolganlarning hammasi Beijingdan chiqarib o'tgan gap deymi vatandosh? Nima sabab deb o'ylamamsiz, hamda buni savol qo'ymamsiz. Doimiy hay'at Jungnan Xayda tura olmaydi, Beijing tura olmaydi, ularni boshqa tarafga xizmat tekshirish bahonasida Beijingdan boshqa tarafga haydagan gap vatandosh. Masalan 2023-yili 8-ayning 27-kunida Rais Xi Jinping Janubiy Afrikada Altın Kesak 5 davlat yig'iniga qatnashib, o'sha vaqtki xabarlarni biz sizlarga qaltis so'zlagan. Ham sababi shu voqealar intayin qaltis voqealar edi juma. Esinglarda bo'lsin, hozir 1 yil to'shadi. 8-ayning 27-gacha yana jahonda nima o'zgarishlar bo'ldi, buni Xudo biladi. Vatandaş şu vaqtda Rais Xi Jinping aeroplanga o'ltirib, bevosita Beijingga tushalmay, Janubiy Afrikadan udol degadak mustamlika Uyg'uristonning poytaxti Urumchi shahriga yetib borgan gap vatandaş. Esinglarda bor 2022-yil 7-ayning 1-kuni Shanganda bir ko'rinish hosil qilib, shu kuni g'oyib bo'lib ketib, 14 kundan keyin Rais Xi Jinping to'g'risida Xinhua xabar tarqatdi. Nima dedi? Xinjiangda xizmat tekshirdi, xizmatlarni ko'zdan kechirdi dedi. To'g'ri 14 kun. Biz vaqt shunday so'zildi-ku sizlarga. Shundan keyin ikkinchi qatam ham o'tgan, yana 1 yildan keyin desangiz bo'ladi. 1 yildan keyin yana 8-ayning 27-sida o'tgan yili 2023-yilda Rais Xi Jinping Urumchida xizmatlarni ko'zdan kechirdi. Yana 14 kun. Ajoyib gaplar vatandosh. Biroq bu qatim xabarda nima deyilibdi desangiz, hozir Rais Xi Jinping o'tgan yili 8-ayning 27-kuni Urumchiga, Janubiy Afrikadan Urumchiga, mustamlika Uyg'uriston poytaxti Urumchiga yetib kelgandan keyin Beijingga qaytardi. Mana qarab turing, Beijingga qaytardi, aeroplanga o'ltirmay, poyezdga o'ltirib 2-3 kunlik yo'lni, jafo mushaqqatlik yo'lni poyezdda o'ltirib, tugutib, tamomlab Beijingga tushgan gap. Bu nima gap hamda vatandosh? Hozir dunyoning har qaysi joylariga qarasangiz, birda Chavshanning rahbarlari Kim Jong Un, Jin Reyting, Kim Jong Un deydigan shu davlat boshliqlari hargiz aeroplanga o'ltirmaydi. Ular poyezd bilan Rossiyaga bordi, poyezd bilan Beijing keldi, boshqa yerga boradigan ishi yo'q. Hozir dal shu o'ringa Rais Xi Jinping tushib qoldimi? Masalan, o'zining mustamlikasi hozir Uyg'uriston deyli vaqtlik mustamlikasiga berib, shu yerda aeroplanga o'ltirib Beijingga kelolmay, poyezd bilan keldi desangiz, endi hozir bu rahbarlik bir-biridan o'rkiydigan, bir-biriga ishonmaydigan, biri birining peyidi bo'ladigan, biri biridan gumonlanadigan. Bundaq ahvolda siyosatchi belgilagan siyosatmi? Unum berolmaydigan, unum yarata olmaydigan siyosat.
yoki siyosat jungdan haydin chiqmaydigan hozirgi Jungoning ahvoli mana shu vatandosh. Hozirgi Jungoning ahvoli mana shu. Nemishqa poyezdi keldi Beijingga masalan bu savol qanday javob berilibdi desangiz, Jungoda raketa qismlari balki Rais Xi Jinping aeroplanga o'ltirsa, raketa qismlari bir vaqiqa paydo qilmamdi deng. Bo'libmi yaqinda Iranning prezidenti aeroplan voqeasiga uchrab qazo qilgandan keyingi mushu jarayonda, mushu mezgilda Rais Xi Jinping texmi ansirashga boshlagan gap, yoki kimdan ansiraydi? O'zidan. Kimdan ansiraydi? O'zining huquqi va qasridan. Kimdan ansiraydi? O'zining dunyo xo'ja bo'lish. Mavzudan Jefanchar lady. Bütün insaniyetni azat qilaman dedi. Qila olmadi. Hatta oxiri o'zini azat qila olmaydigan ahvolga tushib qilib o'ldi. Endi Rais Xi Jinping insoniyat o'rtaq gavdasi o'xshash mavzuda Rais Xi Jinping mana bu shiorni ko'tarib chiqdi. Mesela aile onun tünügülletin Tayvan'ı qorşağı elişi, uruş, popuzlu uruş tehdidi selişi, aynı çağda Hitler ya Hitler'nin Avrupa'da uruş qozğaşın avval Jewishdagi qo'l silib, ularni qirg'in qilib, uningdan keyin anda ikkinchi dunyo urushini boshlaganligiga o'xshash. Bugun Rais Xi Jinping Uyg'uristonda jazo lageri, yig'ilish lageri, Uyg'ur qirg'inchiligini yo'lga qo'yib, endilikda Tayvanni qorshog'iga elish. Bu taraddudga o'tdi, vatandosh deyli. Hazır endi özünün ensirash darajasi yoki özünün qo'rqish darajasidan qaysi darajaga yetganligini o'zim aniqlamaydiganda. Masalan, Jungoning raketa qismlari aeroplanga qo'yib berishi mumkin deb ansirganda bir davlat rahbari, demak o'zining armiyasini o'zi ansirgan bu. Bu hozir bunday oddiy emas vatandosh. Jungo davlat ishining vaziyati va Jungo davlat sirtining vaziyati muşlar bilan tamam birdek. Vatandaşımızlar bilan tamam birdek. Bugünkü vaziyat birincisi nima deymiz? Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilan kelishim, tinchlik kelishimi imzolash va tinchlik suhbati o'tkazish to'g'ri taklif beribdi. Bu qatam buning taklifi jiddiy ravishda qo'yilibdi. Reuters agentligi shuni dedi. İkinci xabarimiz nima dedik? Rais Xi Jinping hozir Junanxayda o'ltira olmaydigan bo'lib qoldi deb, uzun o'ltira olmaydigan bo'lib qolgan gap. Bugun Putinga xizmat tekshirishga, atagan suvi xizmat tekshirishga, o'g'illik Sichibanga xizmat tekshirishga shunaq bo'ldik da yaqinda. Sichibanga borgan edi, g'arb tarafda ko'zni to'yish shaklida vatandosh. U yerdan qaytib kelib lazım Putin sandunga beribdi. Sandungni Putinga borgan edi bu orliqda. Ras. Junanxayda o'ltira olmay qoldi. Bundan hozir Jungo Kompartiya rahbarligi va uning rahbarlik qatlamining o'ttirisidagi biri-biridan gumonlanishning o'ttiriga chiqishi bu hokimiyatning zavolga yuzlanishining balki eng oxirgi bosqichi bo'lib qolishi mumkin.